massaj qilishdan boshlaymiz. Bu massaj bosh miyadagi qon aylanishini yaxshilaydi. Aynan shu qon aylanishini normaga keltiradi. Agar qon aylanishi zaif bo'lsa, uni kuchaytiradi. Undan keyin biz quloqlarga o'tamiz. Quloqlarda ham bir necha aktiv tochkalar mavjud. Shu tochkalarni maksimal darajada konsentratsiyalaymiz. Ehtiyotlik bilan bir necha marotaba takrorlaymiz. Undan keyin quloqni butunlay kaftimiz bilan yopamiz va o'ngga, chapga, oldiga, orqaga qilib aylantiramiz. Bunda eshitish nervlarini xuddi o'chirib yoqqanday bo'ladida bu massaj orqali. Keyin ikkita bu yerda aktiv tochkalar bor. Orqadagi o'sha muskullarga nimasi bor, foydasi bor. Bu aktiv tochkalar o'sha massaj qilish orqali muskullari ham dam oladida. O'rtadagi esa erkaklikka javobgar tochka. Orqa tomondagi umurtqa atrofida ikkita umurtqa arteriyasi, oldi tomondagi uyqu arteriyasi. Bular bosh miyani qon bilan ta'minlaydi-da. Tez-tez muskul qisib og'risa, ko'krikda, bo'yin umurtqasida qisilishni his qilib qiynalayotgan bo'lsa, bu massaj orqali qon yaxshi aylanishini normaga keltirsa bo'ladi. Yana boshqadan o'sha tochkalarni massaj qilib chiqamiz. Orqa, yelka, ko'krak muskullari shu orqali ancha dam oladi. Yana o'sha o'rtadagi tochkani ham bosib massaj qilamiz. Boshni yuqoridan o'rtasini to'g'ri chizib olib, o'sha joyini bosib massaj qilamiz. Bu yerlarda ham aktiv tochkalar mavjud. Bir necha marotaba takrorlaymiz. Bu massaj odamni butunlay tinchlantiradi, stresslardan xalos qiladi. Juda ham boshiga foydasi bor. Bu massajni hammaga tavsiya qilamiz.